Hurmatli kuzatuvchilar, Kia Couch avtomobilimizning birinchi egasini aniqladik. Xudo xolasa, mana akamiz shartnoma olib chiqib ketyapti. Xudo xolasa ertaga batafsil hamma shartlarni bajarib, to'lovlarni amalga oshiradi. Assalomu alaykum yana bir bor. Aka, Kia Couch haqida ozgina fikringizni bildirib o'tsangiz, shartnomani xudo xolasa olibsiz. Ertaga to'lovlarni amalga oshirib, xudo xolasa birinchi mijozimiz bo'lasiz, xudo xolasa aka. Fikringizni bildirib o'tsangiz. Rahmat. Shu avtosalonga tashrif buyurdik, oilaviy, yaxshi ekan. Shartnoma berishdi. Hammasi uchun rahmat. Hammaga nasib qilsin. Yaxshi niyat qilinglar. Mashinani qaysi tomonlari yoqdi sizga? Menga kengligi yoqdi. Bagajlar ham keng, o'zbekbop metal propan qo'ylar ekan. Xudo xolasa. Yaxshi niyatda. Xudo xolasa qaysi pozitsiyasiga shartnoma oldingiz? Mana shu 270 millionlik prestijmi? Ha, 3-pozitsiyami ekan? Ana shunisiga. O'zingizga ma'qul bo'ldi. Ha, shunisi yoqdi. Sog' bo'lsin. Cho'ntak bop. Xudo xolasa kutamiz. Rahmat. Joningiz sog' bo'ling, salomat bo'ling, omon bo'ling aka, charchamang.